AQSh O'zbekistonga minnatdorlik bildirdi. 2025-yil 30-aprel kuni AQSh va O'zbekiston hamkorligida 131 nafar noqonuniy muhojir O'zbekiston, Qozog'iston va Qirg'iziston fuqarolari charter reys orqali Toshkentga deportatsiya qilindi. AQSh ichki xavfsizlik vaziri Kristin Noem bu operatsiyani tarixiy deb atadi va prezident Shavkat Mirziyoyevga reysni to'liq moliyalashtirgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Bu bitim Tramp ma'muriyatining ikkinchi prezidentlik davridagi ilk yirik deportatsiya kelishuvi bo'ldi. AQSh elchixonasi esa O'zbekistonni ishonchli va faol hamkor deb e'tirof etdi. AQSh shuningdek muhojirlarni o'z ixtiyori bilan ketishga undash uchun $1000 stipendiya va yo'l xarajatlarini qoplash dasturini ham taklif qilgan edi. Donald Tramp o'z prezidentlik kampaniyasi davomida va hokimiyatga qaytganidan keyin ham qattiq migratsiya nazoratini ustuvor maqsad sifatida ko'rsatdi. U saylovchilarga va'da qilgan chegarani mustahkamlash, noqonuniy muhojirlarni chiqarib yuborish siyosatini amalda bajarayotganligini ko'rsatmoqda. O'zbekistonning bu yondashuvi AQSh uchun ishonchli hamkorlik signali bo'ldi. Mirziyoyev bu orqali kelgusida ham AQSh bilan do'stona va samarali hamkorlik qilish uchun yana bir qadam qo'ydi. Eng muhimi, bu operatsiyani moliyalashtirib, siyosiy qat'iyat ko'rsatgan prezidentning xalqaro obro'si yana bir pog'ona ko'tarildi. Shu kabi siyosiy jarayonlar qiziq bo'lsa, bizga obuna bo'ling.